Olha, Maria, a porra, olha que filha. Yeah? Xo'p, bolajonlar, uyga vazifa sifatida berilgan masalalardan chiqmaganlari bormi? 38 ustoz 38. Qani, chatga savollar yozinglar-chi. Nomerlarni chatga yozinglar, eng kichigidan kattasiga qarab boramiz. Bir marta 38 deb yozsangizlar bo'ldi. Bu nima bu? Juda ham ko'p marta yozib tashlabdi 38 ni. Xo'p, 38, 31. 31 o'tgan darsda ko'ruvdik-ku. 31 sinf ishiydi. Xo'p, agar savol bo'lsa 31 yana bir marta ko'ramiz, bolalar, mayli. Chunki yozmashda bu savol tushishi ehtimoli katta. Shuning uchun keyingi darsda yozmayish bo'ladi. Va oxirgi bir oyda o'tilgan mavzular bo'yicha o'zimiz sizlar bilan birgalikda ko'rgan misollarimiz tushadi, faqat son qiymati boshqa bo'ladi. Xo'p, 31-si. Fotima uydan maktabgacha 550 metr, maktabdan kutubxonagacha 80 metr, so'ngra kutubxonadan uygacha 1 kilometr 300 metr masofa yurdi. Fotima jami qancha masofa yurdi? Demak, mana bu uchta qiymatni bir-biriga qo'shib chiqishimiz kerak ekan. Hammasini mana oxirida so'raganda qaranglar. Fotima jami qancha yurdi deb qavs ichida metr deb qo'ygan. Demak, hammasini metrga aylantiramizda, keyin qo'shib chiqamiz. Xo'p, 550 metr. O'zi metrda berilgan, bu yaxshi. 80 metr. 8 metr. 10 ga bo'ladigan bo'lsak, bu 8 metr bo'ladi. 8 metr. Bo'ldi, bu ham bor. 1 kilometr 300 metr. 1 kilometr bu 1000 metr. 1300 metr. Bo'ldi, bu ham bor. Endi uchalasidan qo'shib chiqsak bo'ldi. Qo'shib chiqamiz. 1300 1858. Mana uchalasini qo'shsak 8 5 8 1. Demak, javobi 1858 metr ekan. Xo'p, yana savol. 30 dan bor ekan bu yoqda. Qani 30 ni ham ko'raylik. Samiya uyida maktabga borish uchun eng uzun bo'lgan yo'ldan yurdi. Bu yo'lning uzunligini toping debdi. Mana 3 xil yo'l bor ekan bizda. Hammasini qarang, toping deganda qavs ichida metr deb qo'yibdi. Demak, hammasini metrga aylantirib chiqamiz. Xo'p, 300 metr bu yaxshi. 10 metr bu 1 metr degani. Demak, 450 metr 10 metr degani bu 451 metr degani. Hop, 20 desimetr bu 2 metr, 20 metr 20 desimetr bu 22 metr degani. Hop, shu uchalasini qo'shadigan bo'lsak, necha chiqadi? 300 ga 450 ga qo'shsak 751. Javob 473. 773 metr ekan. 773. Mana bunisini hisobladik. Endi o'rtalagan hisoblaymiz. Mana 30 metr deb turibdi. Bu necha metr bo'ladi 30 metr? 3 metr. 3 metr. Demak, 150 metr va 30 metr degani uchun mana birdaniga 153 metr deb yozib qo'yamiz. 120 metr o'zi yaxshi. 400 metr o'zi yaxshi. Bo'ldi, shu uchalasini qo'shishimiz kerak ekan. Xo'p, 150 ga 153 ga 120. 273. 273 ga 400 qo'shsak 573. 673. 673. Mana buni ham hisobladik. Davom etamiz. Mana bu 153 dumaloq
qo'ysak yaxshi. Mana to'rtburchak deganimiz demak umumiy hisoblaganmiz ekan. Oxirgisi 200 metr o'zi metrda, 350 metr o'zi metrda. To'g'rimi? 70 metr 50 detsimetr. 50 detsimetr bu 5 metr degani. Demak, bu umumiy 75. 75 metr bo'ladi. 1000 detsimetr. Detsimetrni metrga aylantirish uchun 10 ga bo'lamiz. Demak, bu 100 metr ekan. 100 metr. Qani mana shu 4 ta masofani qo'shib chiqamiz demak. 200, 350, 75 va 100. 200 ga Ana 100 qo'shsak, ana chiqadi. Xo'p, 200 ga 350, 550, 550. 550 ga 75, 625, 100 qo'shsak 725 metr ekan. Mana 3-yo'lni ham topdik. Endi Samiya uyda maktabga borish uchun eng uzun bo'lgan yo'ldan yurdi. Eng uzun qaysi chiqadi? Tepa yo'ldan. Eng uzun 773 metr. Tepadagi Demak, bu savolning javobi 773 metr ekan. Davom etamiz. Xo'p, 32 ham savol ekan. Qani 32 ni ham ko'raylik. Tikuvchi 820 sm matoning 6 metr 70 sm qismidan kostyum, qolgan qismidan shim tikdi. Tikuvchi shim uchun necha santimetr mato ishlatgan? Mana santimetrda 6 so'ragani metr uchun 70 santimetr santimetrga aylantiramiz. hammasini santimetrda hisoblaymiz. Ayirishimiz kerak bo'ladi. Demak, 6 metr 70 santimetr. 670 santimetr bo'ladi. 670. 670 santimetr. Endi ayiramiz. 820 dan ayiramiz 670 ni. 0 12 dan 5 ayirsak 150. 5. To'g'rimi? 150. Demak, javob 150 santimetr ekan. Mana 31 juda ham oson yo'l bilan ishlab qo'ydik. Ustoz endi 38 ga o'ting. Hozir 36 ni ham ko'raylikchi. 36 ham savol ekan. Ikkinchi va 5-ustunlar orasidagi masofa 90 detsimetr, 60 santimetr bo'lsa, 4 va 10-ustunlar orasidagi masofani toping. Xo'p, 2 va 5-ustunlar orasida nechta masofa bor? Shuning uchun 5 dan 2 ni ayiramiz. Bu yoqda 3x masofa bor ekan. 5 dan 2 ni ayirganimiz uchun. Tushundingizlar-ya? 4 va 10-ustunlar orasida necha x bo'ladi shunda? 10dan 4 ayiramiz 6. 6x bo'ladi. Demak, bu 6x ekan. Agar 3x 9 son detsimetr 60 santimetr bo'lsa, 6x undan necha marta katta bo'ladi? 6x 3x dan necha marta katta? 2 marta katta. To'g'rimi? 3x 2 ga ko'paytirsak 6x bo'ladi. Chunki 3 kere 2 6-ku. Shunchaki mana shuni 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Demak, javobi nima ekan? 180 detsimetr, 120 santimetr. 120 santimetr. Xo'p, shuni hammasini detsimetrda ifodalaylik. Santimetr detsimetr qilish uchun 10 ga bo'lardik. Demak, 120 santimetr bu 12 detsimetr ekan. Demak, 180 ga 12 detsimetr qo'shdik. Javobi 192 detsimetr ekan. Davom etamiz. Oxirgi savolimiz 38 ekan. Binoning 1 va 3 qavati orasidagi masofa 1 bilan 3 qavat orasidagi masofani nima deb belgilaymiz? Ne deb belgilamaymiz? Ustoz 1dan 3 ayramizmi? Necha x bo'ladi? Necha x bo'ladi? 1 va 3 qavat orasida. 2. 2x. Chunki 3 dan 1 ayirdik, to'g'rimi? 2 3dan 1 ayiramiz. Xo'p, 2 va 9 qavat orasidagi masofani toping. 2 bilan 9 orasida necha x? Necha x? 7. Xo'p, endi qaranglar. 2x ni nechigadir ko'paytirsak 7x chiqishi kerak. Hozir bu 10 li kasr bo'lib ketadi, chunki 2 ni 3,5 ga ko'paytirsak 7x. Biz 10 li kasr o'tmaganmiz, shuning uchun birinchi x ni topamiz. Agar 2x bu 840 santimetr bo'lsa, x bu 840 bo'lingan 2 bo'ladi. Demak, bu 420 santimetr ekan. Bizdan 7x so'rayapti.
Demak, 7x teng 7 ko'paytirilgan 420 santimetr. Hop, oxiridagi 0 ni olib tashlaylik. 420 santimetri biza 42 detsimetr deb tasavvur qilamiz. 7 kara 42 detsimetr. 7 kara 42 nimaga teng? Nechaga teng? Qani bir hisoblaylik-chi. Ay, 294. 294 294. detsimetr ekan. To'ppa-to'g'ri. Demak, 7 kara 40 280, 7 kara 2 14. 280 ga 14 294 detsimetr. Xo'p, yana savol ko'ryapman chatda. 40-chi ham savol ekan. 40 ham ko'ramiz. Xo'p, yo'l ta'mirlovchilari birinchi kuni shuncha, ikkinchi kuni birinchi kundagidan shuncha ko'p, uchinchi kun esa ikkinchi kundagidan 2 marta ko'p yo'l ta'mirlashdi. Shu 3 kunda jami necha metr yo'l ta'mirlandi deydi. Yozib chiqaylik, shunda bir chiroyli ko'rinadi, yaqqol ko'rinib qoladi. Demak, 3 kun ekan, mana 1 rim raqamlari bilan 2 va 3 deb belgiladik. Birinchi kuni 4 kilometr 250 metr. Ikkinchi kuni birinchi kundagidan 1 kilometr 150 metr ko'p. Xo'p, birinchi kundagini qaysi ko'chirib yozamizda? 4250 ga qo'shmaymizmi? Qo'shamiz, to'g'ri, ko'p degan-ku. Birda. Qo'shamiz 1 kilometr 150 metr. Demak, ikkinchi kun birinchi kundagidan ko'p degan, shuning uchun birinchi kundagini ko'chirib yozib, uni ustiga qo'shdik. Xo'p, 4 kilometrga 1 kilometr bu 5 kilometr. 250 metrga 150 metr bu 150 da 5 kilometr 400 metr. 400 metr. To'ppa-to'g'ri, mana ikkinchi kunni ham topdik. Endi uchinchi kuni esa debdi. Uchinchi kuni esa ikkinchi kundagidan 2 marta ko'p. 2 marta ko'p desa nima deymiz? Ko'paytiramiz. 5400 ni ko'paytiramiz. 5400 ni ko'paytiramiz 2 ga. Chunki 2 marta ko'p degan. Bo'ldi, 5 kilometr 2 ga ko'paytirsak. 0 ga tushiramiz. To'g'ri, 402 ga ko'paytirsak. Metr ekan. Bo'ldi, 3 ta kun ham aniq. Mana bu birinchi kun, mana ikkinchi kun, mana uchinchi kun. Uchasini qo'shadigan bo'lsak, birinchi kilometrlarni qo'shib chiqaylik. 4 kilometr, 5 kilometr, 10 kilometr. 5400 ni qo'shamiz 10800 ni. Ya, unda 20 qiyin bo'lib ketadi. 20 kilometr 4145 metr bo'ladi. Shoshilmay turamiz. Bolalar, faqat kilometrlar qo'shib chiqaylik. 4 kilometrga 5 kilometr bu 9, 9 kilometrga 10, 19 kilometr. 20450 metr. Endi metrlar qo'shib chiqaylik. 250 metrga 400 metr bu 650, 650 ga 800, 1450 metr. Mana bu 1450 metrdan 1,5 kilometr bor, to'g'rimi? 1000 metr degani. Shu uchun kilometr mana bittaga ko'paytirdik. 20 kilometr, buni 1000 metrga kamaytirdik. 450 metrga. Bo'ldi. 20450 metr bo'ladi, ustoz. 20450 0 da tushiramiz. Metr tushiramiz. 5 ga 5 qo'shsak 0, 10, 1 0 da yozamiz. 1 dilda bo'ladi. 4 ga 4 qo'shsak 8 birlar bilan 9. Xo'p, 37 Kumushxon, 37 ni o'tgan darsda ishlovdik-ku. Santimetr. Xo'p, 37 ni yana bir marta ko'ramiz, 37 ni. Binoning 3-qavati yerdan 12 metr balandlikda. Sizlar tasavvur qilinglar. Birinchi qavati yerdan qanday balandlikda bo'ladi? Birinchi qavati. Hech qanday balandlikda bo'lmaydi birinchi qavat. Yer bilan bir xil sathda bo'ladi. Demak, ikkinchi qavati yerdan 1 qavat balandlikda. Uchinchi qavati esa yerdan 2 qavat balandlikda. Shu uchun 3-qavati degan uchun 2x deb yozdim men. Chunki 3-qavatning tagida 2 ta qavat bor. To'g'rimi? Mana shu 2x 12 metrga teng ekan. 2x 12 metr bo'lsa, x necha metr bo'ladi? 12 ni 12 metr bo'ladi. 2 ga bo'ladi. 6 metr. 2 ga bo'ldik, 6 metr. Endi uning 5-qavati yerdan qancha balandlikda joylashgan deyapti. 5-qavatning tagida necha qavat bor? Ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz.
metr bo'ladi. 6 ni ko'paytiramiz 4 ga ustoz. 24 4 ga to'ppa-to'g'ri. Chunki 5-qavatning tagida 4 qavat bor. 4 qavat degani. Mana bu 4x bu. Demak, 4x teng 4 kara 6 24 metr ekan. Metr. Bu yoqda odamni adashtiradigan joyi qayerda? 3-qavat deganda biz 2 kerak. Chunki 3-qavat bu 2-qavatning tomi. To'ppa-to'g'ri. Bo'ldi, endi bugungi mavzuni boshlaymiz. Yangi mavsum boshlaylik. Boshlaylik. Ustoz, yangi mavsum boshlaylik. Og'irlikka doir masalalar. Bugungi mavzumiz. Qani og'irlik birliklarini bir ko'rib chiqaylik. Og'irlik qanaqa birliklarni bilasizlar? Gram, tonna. Eng kattasidan boshlaylik. Mana T bu Tonna, gram, tonna, kilogramm, Kilogram, gram, kilogram, hop. sentner, ustoz. Tonna, kilogram, gram, sentner. Hop, menga qiziq bo'lyapti. Sentnerni qanday belgilagan bu yoqda? Mana bu Q deb yozgani bu sentnermi yoki grammi? Sentner. K degani sentner. Hop, mana. Bo'ldi. Sentner, kilogram, Gram. gram. Gramda gr deymizmi yoki g deymizmi? G desak ham bo'ladi, to'g'rimi? deymiz. Bo'ldi. Menda ko'pincha ruscha bo'lgani uchun o'zbekchada ham bunaqa ikkilanishlar bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, davom etamiz. Endi qaranglar. O'zi tonnadan kilogramga o'tish uchun mingga ko'paytirardik. To'g'rimi? Chunki 1 tonna bu 1000 kilogram. 1000 metr. Sentnerdan kilogramga o'tish uchun 100 ga ko'paytiramiz. Chunki sentner bu 100 kilogram. Chunki qaranglar mana 1 dollar. 1 dollar necha sent? 100 sent bo'ladi, to'g'rimi? Yoki mana 1 so'm. 1 so'm bu qancha? Bu 100 tiyin. 100 1 rubl qancha? 1 rubl 100 kopeyka, to'g'rimi? 100 kopeyka. Xo'p, mana shu 100 sent deb oldik-ku 1 dollar 100 sent dedik, to'g'rimi? Demak, 1 sentner bu 100 kilogram bo'ladi. Mana shu 100 qayerdan olinganini yoki sizlar tez yodlab qolish uchun o'xshatish qilishlaringiz uchun ko'rsatdim. Xo'p, agar 1 tonna 1000 kilogram bo'lsa, 1 sentner 100 kilogram bo'lsa, 1 tonna necha sentner bo'ladi? Tonnadan sentnerga o'tsak. 10. 10 to'ppa-to'g'ri. Chunki 10 ni 100 ga ko'paytirsak, qaytib 1000 chiqadi. To'g'rimi? Endi kilogramdan gramga o'tamiz. 1 kilogram necha gram? 1000. 1000 ga ko'paytiramiz. 1000. Albatta, chunki 10 gram bu 1 kilogram emas, 10 gram kam-ku. 100 gram ham 1 kilogram emas, 100 gram ham kam. Va 1000 gram desam, buni 1 kilogram desa bo'ladi. Xo'p, 100 million. qani shunga doir bir ikkita misollari ko'ramiz. Mikrofonlar yoqib, bemalol javob beringlar. Kim birinchi javob berishini ko'ramiz hozir. Menga qiziq bo'lyapti. Boshladikmi? 5 sentner bu necha gram? 500. 50 ming ustoz, 50 ming. 50 ming. 500. 500. Qata? 50 ming. Nechga to'g'ri javob bermadi? 5 million emasmi ustoz? Yo'q. 500 ming. 500 ming to'g'ri. Kim 500 ming dedi? Man.
Man ustoz. Yaxshi. Mana Humoyun, manimcha adashmasam Humoyun Hakimov 500 ming dedi. Xo'p, grammga o'tish uchun birinchi kilogrammga o'tib olaylik. 5 sentner bu 500 kilogramm, to'g'rimi? Kilogramm. Ha. Mana sentnerdan kilogrammga o'tish uchun 100 ga ko'paytirardik, tepada yozilgan. Endi kilogramni o'zini ham grammga o'tish uchun yana 1000 ga ko'paytiramiz. Mana. Demak, bu 500 ga 1000 ga ko'paytirsak 500 ming 500 million. 500 ming gramm bo'ladi. Xo'p, keyingi savol. Darsni boshlaylik ustoz. 7 million 7 million gramm necha tonna bo'ladi? 7 tonna. Birinchi Sardorbek javob berdi. Xo'p, demak, tonnaga o'tish uchun biz bu grammni birinchi kilogramm qilaylik. Qarang, tepada rasm chizganmiz, kilogrammdan grammga o'tish uchun 1000 ga ko'paytirardik, biz orqaga o'ryapmiz. Grammni qaytib kilogramm qilish kerak. Mingga Demak, uni bo'lamiz. 1000 ga bo'lamiz. 1000 ga bo'lsak, oxirgi 3 ta nol ketadi. Faqat 3 ta nol qoldi, kilogramm bo'lib qoldi, to'g'rimi? Endi kilogrammni tonna qilish uchun yana 1000 ga bo'lamiz. Chunki tonnani kilogramm qilish uchun 1000 ga ko'paytirgan edik. Biz teskari yo'l bilan ketamiz. Shu uchun javobi 7 tonna bo'lar ekan. Xo'p, hammaga tushunarlimi shogirdlar? Ha. Ana endi savollarga o'tsak bo'ladi. Qani, hamma mikrofonni o'chirsin-chi? Mikrofonlarni o'chiramiz. Hamma. Elbek, Javohirbek. Elbek Xudoyberdiyev, mikrofon. Kim o'qiydi? Men deb yozinglar chatga. Boylik. Ilhomiddin Sardorbek. Sardorbek, mikrofon yoqamiz. Velosipedning og'irligi necha gramm? To'xta. Birinchisi emas, hozir ko'pchilik javobini yozib boshlaydi. Birinchisiga tayyor turgan bo'lishi mumkin. Xo'p, 5-sini o'qi. Samolyotning og'irligi necha kilogramm deyapti? Xo'p, samolyot topib oldik, mana. Birinchi 1 tonnamizni 65 ta ko'paytiramiz 1000 ga. Xo'p, Ko'paytirsak 65 ming bo'ladi shunda, to'g'rimi? 65 ming bo'ladi. Endi plus 70 kilogramm 700 kilogramm qo'ysak, javob nima bo'ladi? 65.700 gramm. 65 ming Kilogramm. 700 kilogramm ekan. To'g'ri. Yaxshi. Oson ekan ustoz. Xo'p, Sardorbek, yana bitta misol o'qiymiz. 7-si. Akulaning og'irligi necha tonna deyapti? Akulaning og'irligi o'zi 2000 kilogramm ekan. 2000 kilogramm. Endi buni tonnaga aylantirsak 2 tonna bo'ladi ustoz. Xo'p, birinchi akulani og'irligini ko'rib olaylik rasmdan. Akula qani? Mana akula. 1800 sentner ekan. Ketmasmi bu? Ikkinchisi akula. Qanaqa? To'g'ri. Mana bunisi akula. Xo'p, 2000 kilogramm ekan. 2000. Mana ko'chirib yozdik. 2000 kilogramm. Akula og'irligi necha tonna? Bo'ldi. Javob? Tonna bo'ladi. 2 tonna. Birdaniga javobini aytaver. 2 tonna. To'g'ri. Yaxshi, davom etamiz. Keyingisini kim o'qiydi? Elbek Xudoyberdiyev. Elbek, tayyormisan? Ha, tayyorman. Birinchisi. Velosipedning og'irligi necha gramm? Velosipedning og'irligi 70 gramm. Velosiped og'irligi necha gramm deyapti. Mana velosiped 7 kilogramm ekan. Shu 7000 gramm. kilogrammi
Gramm Ha, 7000 gramm. aylantiramiz. 7000 gramm. To'g'ri, demak, kilogramma grammga o'tkazish uchun mingga ko'paytiramiz. Yana o'qiy Xo'p, ustoz. qaranglar. Kilo degan qo'shimchani ko'rsangizlar, kilo degani. Bu ming degani. Masalan, kilometr, 1000 metr. Kilogramm, 1000 gramm. Masalan, kilovat desa, to'g'rimi? 1000 watt bo'ladi. Kilo degan qo'shimcha ko'rsangizlar, har doim 1000 esingizda tushaversin. Xo'p, Elbek, 3-chini ham o'qiymiz. Uchinchisi, yuk mashinasining og'irligi necha kilogramm? Yuk mashinasi ha. Yuk mashinasi Necha deb yozilgan o'zi rasmida? rasmida 110. 110 nima? 110 nima desa? Mana bu nima deb o'qiladi? Sentner. Sentner. Ha, Sentner. sentner. Xo'p, shuni kilogramda so'rayapti. Nima qilamiz? 1 million. Yo, to'xta, 110 ni nima qilsak, hozir mana sentnerni nima qilsak kilogramm bo'ladi. Sentnerni kilogrammga o'tkazish uchun nima qilardik? Mana bu yoqqa bir qarab olaylik. Mana sentner bilan kilogramm bir-biriga aylanishi. Ko'paytiraylik. 100 ga ko'paytiramiz, albatta. Demak, 110 ni hozir ko'paytirishimiz kerak Ko'paytiramiz. 100 ga. 100 ga. 11 110 da bitta nol bor edi, 100 ga ko'paytirdik, yana ikkita nol yoniga qo'shildi. Demak, javobi 11000 kilogramm ekan. Hop, davom etamiz. Kim o'qiydi? Hozir qiyinroq so'ra. Umar Ustoz, biza bir bo'ldi. Ustoz, men birinchi yozdim-ku. Ustoz, qaysini o'qay? Kumushxon 17 ni o'qiymiz. Kumushxon eshitilmayapti? Ha, Kumushxon. Mashtaman. Qani. 17-chisini o'qiymiz. Pallada tarozining chap pallasida 5 ta shaftoli, 10 pallasida esa bitta ananas va 2 ta o'rik muvozan saqlamoqda. Agar bitta shaftolining og'irligi 3 ta o'rik og'irligiga teng bo'lsa, bitta ananasning og'irligi necha o'rikka og'irligiga teng? Ustoz, uni uchun Zo'r savol. Nima qilamiz? 3 ni ko'paytiramiz 5 ga. Nimaga? Ko'paytiramiz 5 ga. Mana bular shaftoli, to'g'rimi? Ha. 5 ta shaftoli bor ekan. Har bitta shaftoli 3 ta o'rik og'irligiga teng ekan. Xo'p, 5 ta shaftoli har biri 3 ta o'rik bo'lgani uchun 3 ga ko'paytirdik. Shunda 15 ta o'rik bo'ldi. O'sha To'g'rimi? 15 dan ayiramiz 2 ni, chunki bu yoqda Demak, tarozdan chap pallasida 15 ta o'rik o'rikda ayiramiz. 15 dan ayiramiz. Demak, O'rik 13 ta o'rik qolyapti. Assalomu alaykum ustoz. Bu nima degani? Bu Biz savolga javob berdikmi? bitta ananasda og'irligi. Bitta ananasda og'irligimmi? Bo'ldi. Demak, qaranglar. To'ppa-to'g'ri shuni o'zi javob bo'ladi. Demak, javob 13 ta o'rik og'irligiga teng ekan bitta ananasning og'irligi. Xo'p, rasmda ko'radigan bo'lsak, mana o'rikka mana 1 deb qo'ydik, yashil rang bilan. Shaftoliga 3 deb qo'ydik har biriga. Har biri chunki 3 edi.
Demak ki bu yoqda umumiy 15 chiqyapti. Mana bu ananasni bilmaymiz. Ananas va ikkita o'rik ham 15 bo'lishi kerak. Chunki muvozanatda bo'lyapti tarozi, to'g'rimi? Muvozanatda bo'lishi uchun chap va o'ng pallasida bir xil og'irlik bo'lishi kerak. Demak, chap tarafda 15 ta o'rik og'irligiga teng bo'lgan mevalar turgan bo'lsa, o'ng tarafda ham 15 ta bo'lishi kerak. Bu yoqda ikkita o'rik bor. Demak, ananasni o'zi 13 ta o'rik og'irligiga teng bo'lishi kerak ekan. Hammaga tushunarli bo'ldimi, bolalar? Yana o'qay bitta. Ustoz, chatga qarang, chatga. Men bir kim birinchi 13 ta javob beribdi. Ikkinchi o'rinda Ilhomiddinov Sardorbek, uchinchi. Keyingisini kim o'qiydi? Ustoz, kim birinchi o'ringa? Birinchi o'rinda Miranshoh. Miranshoh birinchi o'rin, Ilhomiddinov Sardorbek. Ikkinchi o'rin Humoyun Hakimov, uchinchi o'rin ekan. Lekin Humoyun yechim yozmadi, faqat javob yozdi. Shuning uchun uchinchi o'ringa Elbek Xudoyberdiyev deymiz. Humoyun emas. Xo'p, keyingisini o'qiydi Bibiniso. Nechini ustoz? 9. To'qqizini o'qiymiz. Qo'yning og'irligi necha kilogramm? Uchun qo'y rasmini ko'rib olishim kerak. Qani qo'y bu yoqda? Mana qo'y. O'tdingana? 36.000 gramm ligini rasm bilib oldik. Uni kilogrammga aylantirib olamiz. Kilogrammga aylantirish uchun nima qilamiz? Ko'paytiramiz mingga. Ko'paytiramiz. Mingga. Mingga bo'lamiz. Yo'q-a? Faqat bitta javob bersin. Demakki, mingga bo'lamiz. Necha kilogramm bo'lib chiqadi hozir? Bilinsa. Necha kilogramm bo'ladi mingga bo'lsak? 36.000. Hozir shuna 36.000 grammni mingga bo'lsak 36 chiqadi. Demak, 36 kilogramm ekan. Qani 11-sini ham o'qiylikchi? Savanna filning og'irligini tonna va kilogrammlarda ifodalang. Savanna filning og'irligi ham tonna, ham kilogrammda aytish kerak. Qani yana rasmga qaraymiz. Bir fil bular. Voqe'mancha. Mana nechta nol bor bunda? 5 ta nol bor ekan. 72 5 ta 0 gramm. 1 2 3 4 5 gramm. Hop. Mana shuni tonna va kilogrammda ifodalash kerak ekan. Buguncha qaysi biri birinchi ifodalasak qulayroq bo'ladi. Kilogrammdami yoki tonnadami? Tonnada. Kilogrammda. Grammdan kilogrammga o'tish uchun nima qilgandik? Mingga Nima ko'paytiramiz. qilamiz kilogramm qilish uchun buni? Mingga mingga bo'ladi. Yo'q, grammni qanday mingga ko'paytiramiz? Necha chiqadi? 5 ta noli bor, mingga bo'ldik. To'g'ri. 7 kilogramm chiqadi, Vinsa. 72 va nechta nol bo'ladi? Va 5 ta nol bo'ladi. Yo, o'zi 5 ta nol edi, mingga bo'lgandan keyin 3 ta nolga kamayadi. 5 tadan 3 tani olib tashlasak, 2 ta nol qoladi. Demak, 7200 kilogramm ekan. Endi buni tonna va kilogrammlarda ifodalaydi. Xo'p.
7.200 kilogramm bu necha tonna va necha kilogramm? 7 tonnayu 200 kilogrammi? To'g'ri. Nima uchun 7 tonna bo'ldi? Chunki 7200. Buni Yetti ming. 7000 o'zi tonnaga aylantirib olsak, mingga bo'lamiz. 7 200 kilogramm qolib ketyapti. Orqasiga qo'yamiz 200 Oldinda kilogramm. qoladi. Chatga qarang, chatga. To'g'ri. Hop, qani chatga bir nazar tashlaylikchi. Oxirgi savol mana shu fil haqidagi savolni javobini ko'radigan bo'lsak, yechim yozinglar bolalar dedim. Yechim. Javob yozibdi ko'pchilik. Javoblarni qabul qilolmaymiz. Grammni kilogrammga aylantirib, uni keyin tonna kilogramm qilish kerak edi. Hech kim yozmabdi bolalar. Men bu masalani kim birinchi, kim ikkinchi o'rin olganini aytolmayman. Davom etamiz. Keyingilarni kim o'qiydi? Mahdi Karabayev. Ustoz. Mahdi Karabayev. Turinglar. Oldin men yozdim. Rahmatullohi barakatuh. Bo'ldi. Men kim desam shu bo'ladi. Mahdi Karabayev men kim degandan keyin ko'zim shuni tushdi. Birinchi bo'lib Mahdi Karabayev yozdi. Shuning uchun Mahdi dedim. Tayyormisan? Ha, tayyorman. Xo'p, 13-si. 13-si qo'y va filning umumiy og'irligi necha kilogramm? Demak, qo'y va filning umumiy og'irligi deyapti. Umumiysini topish uchun nima qilamiz? Birinchi qo'y bilan filni necha kilogrammligini bilib olaylik. Mana bizda qo'y bor va fil bor. To'g'rimi? Ha. Bular har birini kilogrammda ifodalab olaylik-da. Qo'y necha kilogramm bo'lib chiqadi hozir? Mahdi. 36. Qo'y 36 kilogramm. Xo'p. Fil necha kilogramm bo'lib chiqadi? 720. Demak, 3 ta nolni olib tashlasak, 3 ta nolni olib tashlaymiz, to'g'rimi? Grammni kilogrammga aylantirish uchun. 7200. 7200 kilogramm. Birgalikdagisini topish uchun bularni bir-biriga qo'shishimiz kerak bo'lar ekan. 7200 ga qo'shamiz. Qo'y qancha edi? 36 mi? 36. Demak, 7236 kilogramm ekan. Qani bir chatga qaraylikchi. Birinchi bo'lib Mironshoh, ikkinchi o'rinda Ilhomiddinov Sardorbek, uchinchi o'rinda Humoyun Hakimov ekan. Lekin hammasi bir xil vaqtda yozibdi. Bir xil vaqtda 5 kishi yozgan. No, savol unaqa qiyin emas, mayli. Nima qiyin emas, hammalaringiz to'g'ri yozgansizlar. Bu yerda xato javob ham ko'rayotganim yo'q. Yaxshi, juda ham zo'r. O'quvchilarimiz juda ham aktiv. Lekin 20 kishidan faqat chatda aktiv bo'lyapti 8-10 kishi. Qolgan 10 kishi shunchaki kuzatyapti. Bu yaxshi emas, bolalar. O'shalar o'qib bering. Kimlarligini? Xo'p, kimlar aktiv bo'layotganini o'qib beraman. Aktiv bo'lmayotganlari kimligini bilib olasizlar. Mironshoh Sardorbek, Humoyun Hakimov, Oqila, Elbek Xudoyberdiyev, Noila, Umarova Kumushxon, Shahboz Tursunboyev, Kamola, Maftuna Qo'zibayeva, Bebiniso Oyjamol Jaloliddin. Mana aktiv o'quvchilarimiz shular va Javohir Begam qo'shildi. Mana aktiv o'quvchilarga. Qolganlar javob berayotgani yo'q. Qolganda chatni mana shu yerda topolmayapti. 10 aytdingiz-a? Chatni qayerdaligini bilmayapti qolganlar. Xo'p, davom etamiz. Keyingisini kim o'qiydi? Javohirbek.
Nechinchi o'qiysiz do'st? Hop, qolganda mikrofon o'chiramiz. Nurali, Sardorbek, mikrofonda. Hop, Javohir. 15 o'qiymiz. Uchta tarvuzning og'irligi 18.720 gramm. Agar tarvuzning og'irliklari bir xil bo'lsa, bitta tarvuz og'irligini kilogramm va grammlarda ifodalang. Hop, yaxshi. Nima qilamiz? Nima ideya bor? Mironshoh, ozgina adashding. Katta aktiv bo'lamiz, bolalar. O'zi 250 240 Bir ming 5 ketdi. Ana Javohirbek, nima qilamiz? 3ta tarvuz ekan. Birgalikdagi og'irligi 18.720 gramm bo'lsa, bitta tarvuz necha kilogramm va necha gramm bo'ladi? 18.000. 18.720 ni 3 ga bo'lamiz. Xo'p, mana shu bir burchakda bo'lib qo'yaylik shuni. 18.720 ni bo'lamiz 3 ga. 18 ichida 6 marta. 7 ni ichida 2 marta. 12 ni ichida 4 marta va bitta 0. Demak, bitta tarvuz 6240 gramm ekan. Biz kilogramm va grammlarda ifodalashimiz kerak. Javohirbek, aytsang yozaman. 6240 ni 6240 gramm bu necha kilogramm va necha gramm deb yozsak bo'ladi? 6240 ni kilogrammga aylantirib 624 kilogramm bo'ladi. 624 kilogramm вообще katta son bu. O'zi mana 240 ni unut. 6000 gramm. Necha kilogramm bo'ladi? 6000 gramm. 6000 gramm 1 kilogramm necha gramm edi, Javohirbek? 1 kilogramm 100 edi. 100 100 gramm 1 kilogramm bo'lmaydi-ku endi. 1000 aytmay turinglar. Mikrofonni o'chiringlar bolalar. Mana chatga yozinglar, chatda ko'ryapman. Javob berayotganingizni ko'ryapman chatda. Mana Mironshoh, Bibiniso, Sardorbek juda ham aktiv o'quvchilarimiz, guruhimizda liderlari yozib 4 yotibdi. yozayotgandan 5 bo'lib ketdi. Demak, 1000 gramm bu 1 kilogramm bo'lsa, Javohir 6000 gramm necha kilogramm bo'ladi? 6000 gramm 6. Necha kilogramm bo'ladi? 6 Ali 6 kilogramm bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Demak, 6 kilogramm gramm ekan. Boshqalar. Umiddan keyin. Keyingisini kim o'qiydi? Noila. Ustoz men dalda yozdim-ku. Qani 17 ni o'qiganmiz, 19. Dehqon bobo bozorda 25 kilogramm kartoshka, 20 kilogramm piyoz hamda 15 kilogramm sabzi sotdi. U har bir kilogramm kartoshkani 5000 so'mdan 1 kilogramm piyozni 4500 so'mdan 1 kilogramm sabzini 6000 so'mdan sotdi. Dehqon bobo jami nechta so'mlik sabzavot sotgan? Yaxshi savol. 25 Nima qilamiz?
25 kilogramm 1 kilogramm kartoshkani 5.000 dan sotgan bo'lsa, 25ni 5.000 ga ko'paytiradi. Hop. 5 karra 25 5.000 ga ko'paytiradi. Kartoshka bor ekan, piyoz bor ekan Nima harom gap aytadi? va Zoe. sabzi bor ekan. Tishi tushgancha tili tutab yurmaydimi shuni? Hop, kartoshka 25 kilogramm. Har 1 kilogrammi qanchadan? O'ziga yemasang bo'lsin bitta vaqt. 5.000 so'mdan. Birinchi o'lga. 5.000 so'm. Qani, Mironshoh, Javohirbek, mikrofonlarni o'chiramiz. Man deydi yo'q. Mironshoh, mikrofon o'chiramiz. Yaxshi. Xo'p, 25 kilogramm kartoshka bor ekan, har kilosi 5000 so'mdan. Shuning uchun 25ni 5000 ga ko'paytiramiz. Qancha chiqadi? 125.000. 125 ming so'm. Xo'p, piyoz ketdik endi. Xuddi shunday piyoz bilan sabzini ham hisoblash kerak. Piyoz 20 kilogramm ko'paytirilgan 4500. Demak, 20 ni ko'paytiramiz 4500 ga. Necha chiqadi? 90.000. Mana 2 kara 45. Bu 90 va 3 ta noli bor. To'g'rimi? 90.000. 90 ming so'm. Oxirgisi sabzi 15 kilogramm 15 kilogramm, har kilosi qanchadan? ko'paytirilgan 6.000. 6000. Hop, Teng 60 ga 30. Yana 90 ming so'm ekan. Endi hammasini Hammasini qo'shib chiqamiz. Qarang, hammasidan ming degan joyi bor, to'g'rimi? Mana 1000, 3 ta noli. Shu 3 ta nolni hisoblamasak, qo'shib chiqish osonroq bo'ladi. 125, 90, 90 ni bir-biriga qo'shsak necha chiqadi? Mayli. 100, 365. Yo, 300 so'm. 125 ga 90 bu 215. 215 ga ham 90 bu 305 ekan. 305. 305 va iziga mana 3 ta nolni qo'ydik. 305 ming so'm ekan. Mana shuni o'zi javob. To'g'rimi? Yaxshi. Qani chatga qaraymiz. Savol oson savol emas edi. Birinchi bo'lib chatda yechim bilan birgalikda chiroyli qilib javob bergan o'quvchimiz Mironshoh ekan. Ikkinchi o'rinda tak adashibdilar, bu yoqda adashganlar bor. 365 ming qayerdan olyapsizlar? Hammada 365 ming chiqqanmi? Biz adashdikmikan? Ikkinchi o'rinda Humoyun Hakimov. Xo'p. Uchinchi o'rinda Shahboz Tursunboyev aka. 365 bo'lib ketdi. Bosib yubordim. Shuni to'g'ri yozish kerak-da, to'g'ri yozish kerak shuni. Xo'p, davom etamiz, bolalar. Qani qiyinlardan ham ishlaylik-chi. Xohlovchilar bormi? Nurali. Men o'qiy ustoz. Qani Nurali dedim-da endi. Nurali deb qo'ydim. Assalomu alaykum. Domlar, Va alaykum assalom. men o'qimadim-ku. 25-sini o'qiymiz. Nechinchisini? 25. 25. 5 kilogramm qand lavlagidan 2 kilogramm shakar olinadi. 100 kilogramm qand lavlagidan necha kilogramm shakar olinadi? Yaxshi savol. Nima qilamiz? Ideya bormi? Hmm. 5 kilogramm demak
lavlagidan 2 kilo shakar olinsa, 100 kilo lavlagidan necha kilo shakar olinadi? Hayotiy savol, bolalar. Javob bersa bo'ladi. Qani, Nurali nima qildik? Ideya bo'lmasa boshqalardan so'raymiz. 5dan 2 ayrimizni birinchi. Yo'q, bu qara, 5 kilo lavlagi olding. Men javob U yoq bu yoq Mendan so'rang. qaynatib, nimadir qilding, 2 kilo shakar olindi, 3 kilosi shakar emas endi, shunchaki chiqib ketdi 3 kilosi. Chiqindi sifatida chiqib ketdi, 2 kilosi shakar bo'lib qoldi. 100 kilo lavlagini olsang, necha kilosi shakar bo'lib qolib, qolgani chiqindiga chiqib ketadi deb so'rayapti. 100da 5 ga bo'lib Endi olamiz. 2 kilo 5 kiloni yarmidan kamroq. Demak, 100 kiloni ham yarmidan kamroq bo'lishi kerak. Bizlar rovni hisoblashimiz kerak-da. ustoz men javob beray. 100da 5 ga bo'lamiz. 100'i 5 ga bo'lamiz. Nima uchun? Chunki 100 kilogramm deyapti. Xo'p, nima uchun 5 ga bo'ldik? Qani. Kim javob beradi? Ustoz men. Chatga yozing, chatga. Ustoz men. Ilhomiddin Sardorbek. Qani bir tushuntirchi, nima qilamiz? Birinchi 100da 5 ga bo'lamiz. Nima uchun? Chunki 5 kilogramm deyapti. Lavlagidan 5 kilogramm deyapti. Shuning uchun 5 Xo'p, ga nima uchun biz bo'lamiz. 5 ga bo'ldik? Nima? Xo'p, qara, 100'i 5 ga bo'ldik, 20 chiqdi. 20 bu nima bu? 20 bu ana lav Men tushuntirib beray ustoz. Men tushuntirib beray. Endi buni 2 ko'paytirsak, Yo'q. To'xta. 20 nimaligini aytmading. Men aytay ustoz. Qani, kim javob beradi? Ustoz men. Oqila. Men. Qani, Oqila javob bersinchi, bo'lmasa Miranshohdan so'raymiz hozir. Oqila ham javob bera olmasa, Miranshoh aytadi. Shunchaki tushuntiringlarchi, menda savol paydo bo'lmasin, bolalar. Men shunchaki javob topish kerak emas, menga mohiyatini tushunishlaring kerak. Qani, Oqila nima qildik va nima uchun? ustoz men aytay. Oqilaga so'z berdik. Ustoz bu aytmayapti-ku, men aytay. Qani, Oqilani kutib qoldik-ku biz. Men aytay. Miranshoh, mayli. Miranshoh. 100da 5 ga bo'lamiz. Agar 5 qand lavlagidan 1 kilogramm shakar olinadi degan bo'lsa edi, 20 kilogramm bo'ladi. Ana shu uchun 20 ni chiqaraylik biza 100da 5 ga bo'lib, Xo'p, keyin 2 kilogramm shakar olinadi degan uchun 20 ni 2 ga ko'paytiramiz, 40 kilogramm bo'ladi. Boshi bittajon tushunmay qoldim. 100'ni 5 ga bo'lib 20 chiqardik-ku. Shu 20 nima edi u? 20 kilogrammi u? 20 kilogramm o'sha shakar olinadi, 2 kilogramm shakar olinadi deyapti-ku. Ana shuni Yo'q, agar endi 1 20 kilogramm shakar kilogramm olinadi olinmaydi degan javob. bo'lsa edi. Hozir qara. 5 kilogramm lavlagidan 2 kilogramm shakar olinsa, 10 kilogramm lavlagidan 4 kilogramm shakar olinadi. To'g'rimi? 2 marta ko'p qildik. Agar shuni 10 marta ko'p qilsak, 50 kilogramm lavlagidan 20 kilogramm shakar olinadi. Sen hozir 100'i 5 ga bo'lib 20 kilogramm deyapsan. Xato-ku. Men aytay. Mana Sardorbek. Birinchi Men aytay. 100da 5 ga Hop. 5 kilogramm qand lavlagidan
kilogramm shakar olinadi deyapti. Hop, Shoshtirib xayrli. 100 kilogramm qand necha kilogramm shakar olinadi dedi. Birinchi biz 5 ga bo'lamiz. 20 qoladi. 20 ana shu 20 nima degani shu 20? 20 qandniki. Endi Yo'q, 20ni 2 ga ko'paytiramiz. Ha, ustoz? Yo'q-da, 100 kilogrammi 5 kilogrammga bo'lsang, 20 chiqadi. Bu 20 marta ko'p degani. Yarmi, shakarni yarmi. Shakardiki. Shakarni yarmi ustoz. Demak, 100 kilogrammi 5 kilogrammga bo'ldik. Bu 20 marta kattaligini keltirib chiqardi bolalar. 100 kilogramm demak 5 kilogrammdan 20 marta katta. To'g'rimi? Demak, chiqadigan shakar ham mana bu oldingi chiqqan shakardan 20 marta katta chiqishi kerak. Shuning uchun 2 ni 20 ga ko'paytirib mana 40 kilogramm shakar deb qo'ydik. Men bergan savol 20 nima deganda sizlar ishlash kerak. 20 marta kattaligini ko'rsatdi deyish kerak edi. Sizlar menga 20 kilogramm dedingizlar. Hop, davom etamiz. Keyingisi oxirgi savol kim o'qiydi? Chatga. Hop, chatga qaraymiz. Savol yaxshi savol edi. Birinchi bo'lib 40 kilogrammni kim chiqardi ekan? Birinchi javob Mironshoh, ikkinchi o'rinda Ilhomiddin Sardorbek, uchinchi o'rinda Oqila ekan. Ajoyib, juda ham ajoyib. Davom etamiz. Oxirgi savolni kim o'qiydi? Ustoz, mana o'qimadim. Chatga qarab chatdan aytaman bolalar. Ustoz, men birinchi yozdim. Qani chatda birinchi bo'lib kim? Oyjamol Abdunabiyeva. Ustoz, nechini o'qing? Qani Oyjamol. Mikrofoning tuzaldimi Oyjamol? Ha. Boshla 29. Idish suv bilan to'ldirilganda uning og'irligi idish bilan birgalikda 16 kilogrammni tashkil etadi. Agar idish yarim suv bilan to'ldirilgan bo'lsa, u holda uning og'irligi idish bilan birgalikda 10 kilogramm bo'ladi. Idishning og'irligini toping. Hop, yaxshi masala, zo'r masala. Qolganlar qani? Chatda bir aktivlik bildiramiz. Eng oxirgi masala, demak, bu eng qiyini degani. Hali hech kim yozgani yo'q. Nima qilamiz? O'ylab ko'rchi? Oyjamol. Familiyam Mustafa. Emil. Mustafaevda. Mustafaev. 16 dan ayiramiz 10 da. Mayli. Nima kelib chiqadi agar ayirsak? Idishni nima deydi? Og'irligi. Привет. Английский. Сколько? Suvni yarmi. Idish og'irligi. Demak, bir-biridan ayirsak, ularning farqi kelib chiqadi. Rasmga qaraydigan bo'lsak, farqida ham faqat suvi yarim farqi bor. To'g'rimi? Ha. Xo'p, buni topdik. Endi nima qilamiz? 16 kilogrammdan ayirdik 10 kilogrammni. 6 Bu to'g'ri kilogramm. mana qo'y. Endi nima qilamiz? Oltini bo'lamiz 2 ga. Bir qismini topish uchun ko'paytiramiz.
Yo'q, bizga Ko'paytiramiz. idishcha og'irligi kerak. Hozir biza e, yarim idish suvi og'irligini topdik. Keyingi yarmini topishga ko'paytiramiz. 6 ni ko'paytiramiz 2 ga. Xo'p, 6 ni 2 ga ko'paytirsak, butun idish 12. suvi og'irlik kelib chiqadi. Idishi o'zidan tashqari, to'g'rimi? Faqat suv og'irlik kelib chiqadi. Ha. Endi biza idishcha og'irlik kerak. U uchun nima qilamiz? 16 dan ayiramiz 12 ni. To'g'ri. Demak, 4 kilogramm bu idishi o'zining og'irligi ekan. Agar mana yarim idish og'irligi 6 kilogramm edi-ku. Mana shu yerning o'zida. Mana 6 kilogramm. Ikkinchi holatdagi 10 kilogrammdan ham yarim idish suv og'irligini ayirgan bo'lsak, shunda ham baribir 4 kilogramm idish og'irligi kelib chiqqan bo'lardi. To'g'rimi? Biz birinchi holatdagi to'liq idishi umumiy og'irligidan to'g'ridan tashadi. U ham bu ham to'g'ri demak. Ikkita usul bo'lishi mumkin, ikkalasi ham to'g'ri. Qarang, mana shunday qilib buni 2 ga bo'lib tashlaylik. Mana pasti 6 kilogramm, tepasi ham 6 kilogramm. Baribir idish 4 kilogramm bo'lib chiqadi ikkala holatda. Qani chatga qaraymiz. Birinchi bo'lib javob beribdi. Qaranglar, edited bo'lsa, o'zgartirilgan bo'lsa, o'qimaymiz deb kelishganmiz. Lekin Jaloliddin birinchi yozgan ekan, ozgina o'zgartirib qo'yibdi. Undan oldin nima deb yozganini bilmaymiz. Xo'p, shu uchun o'zgartirilmaganlarga qaraydigan bo'lsak, birinchi o'rinda Mironshoh. To'g'ri. Ikkinchi o'rinda Ilhomiddinov Sardorbek. Faqat to'liq yechimi bor va javobi to'g'rilari o'qiyapman, bolalar. Ikkinchi o'rinda demak Ilhomiddinov Sardorbek ekan. Bir xil vaqtda yozibdilar, qaranglar. Birinchi o'rinda ham Mironshoh, ham Ilhomiddinov Sardorbek. Va Oqila ham qo'shildi, shu vaqtda yozgani uchun. Oqila Elbek Xudoyberdiyev ham birinchi o'rin ekan. Xo'p, Bibiniso. To'g'ri. Bibiniso ham birinchi o'rin. Kamola ham birinchi o'rin. O'zi ham bor kuchlarni ishlatibsizlar oxirida. Bo'ldi. 20:03 dagi javoblar tugadi. Ikkinchi o'rinda Mahdi Karabayev, ikkinchi o'rin. Javohirbek, ikkinchi o'rin. Noila, uchinchi o'rin ekan. Noila keyingi 20:05 da javob berdi. Demak, top 3 ta o'rinda qaysi o'quvchilar borligini aytib o'tdim, bolalar. Yana kimlar to'g'ri javob bergan bo'lsa, lekin men ismini o'qimagan bo'lsam, demak, 3talikdanmi, lekin aktiv o'quvchilar qatorida beradilar. Ustoz, 3talik ana bolalar ana liderlarmi? Bu guruhi liderlari degani. Hozir men kimlar ismini o'qigan bo'lsam, shu hozirgi 20 kishining ichidan ajralib chiqqan lider o'quvchilari ismini o'qidim. Yaxshi, liderlarimiz borgan sari avvalgidan ko'ra borgan sari aktivroq, kuchliroq va soni ham ko'proq bo'lib boryapti. Bu odamni quvontiradi. Xo'p, bolalar, IQ urog'imiz, IQ darsimiz boshlanishi kerak. Bugun bo'lar ustoz. 8:40 Ustoz nechida boshlanadi? 8:30 da boshlanarkan, 20 minut vaqt bor ekan. Ustoz, men mana shu tanqidiy fikrlash savollaridan o'qib olaylik. Tanqidiy fikrlash savollari. Mana hamma mikrofonni o'chiradim. Men savolni o'qib, ozgina vaqt beraman. Sizlar javoblarni yozib olishga ulgurishlaringiz uchun. Yoki o'qib berasizlarmi? Ustoz, men o'qay. o'qib beraylik ustoz. Men o'qay ustoz. Qani, Umar va Kumushxon. Birinchi sinf o'qiymi? Na, bir. Arif, agar ikkita bir xil olmaning umumiy og'irligi ma'lum bo'lsa, bu holda bitta olma yarmini og'irligi topish mumkin dedi. Xo'p. Biz ikkita bir xil olma bor ekan, lekin biz ikkalasini ham anaqasini bilmaymiz. Umumiy og'irligini bilamiz. Ikkita olmani. Umumiy Bizga og'irlik. yarimta olmani og'irligi kerak. Qani chatga yozamiz, bolalar. Yarim soat.
Demak, quyidagilardan qaysi biri Farruxning fikrini to'liq asoslay oladi deyapti. Chunki umumiy og'irligi bitta olmaning og'irligidan 2 marta ko'p. Bu B javobmi? Ikkita olmaning umumiy og'irligi bitta olmaning og'irligidan 2 marta ko'p. To'g'ri, bu gap to'g'ri, lekin bizning masalamizga aloqasi bormi shu gapni? Bizga yarimta olma kerak. B javobda yarimta olma haqida gap ketmayapti. A javob debdi mana Humoyun Hakimov, ko'pchilik mana Bibiniso A debdi. Maftuna Qo'zibayeva A debdi. Xo'p, agar bitta olmani teng o'rtasidan kelsangiz, u 2 bo'lakka bo'linadi. Xo'p, to'g'ri. Lekin yana Farruh aytayotgan gapni asoslay oladimi shu? Ikkita bir xil olmani umumiy og'irligini bilsak, yarimta olmani og'irligini topa olamiz degan gapni asoslay olmaydi-da. Bitta olmani 2 ga bo'lsak 2 bo'lak bo'ladi degan gap. Gapni o'zi to'g'ri, lekin masalamizga to'liq asos bera olmayapti. Buni aytgan gapiga asos bera olmayapti. Qani. Esmasmisiz, ikkita olmaning umumiy og'irligi yarimta olmaning og'irligidan ko'p. Emasmi? Ko'p, lekin necha marta ko'pligi aytilmagan-ki, bu ham aniq javob emas-da. Ustoz, Qani Bibiniso nima uchun de tushuntirib bersa? ikkita olmaning umumiy og'irligini yarimta olmaning og'irligidan 4 marta ko'p deyapti. Bunda agar ikkita bir xil olmaning umumiy og'irligi ma'lum bo'lsa, u holda bitta olma yarmining og'irligini topish mumkin dedi Farruh. Xo'p. Bitta olmani umumiy og'irligi 2 bo'lsa, ikkitasiniki 4 bo'ladi. 4 marta ko'p bo'ladi. Demak, bitta olmani 2 ga bo'lsak, 2 bo'lak bo'lsa, 4 ikkita olmani yarim qilsak, 4 ta yarimtalik bo'ladi. Demak, 4 marta ko'p. Demak, ikkita olmani umumiy og'irligini bilsak, yarimta olmani topish uchun nima qilamiz? O'sha og'irlikni Ko'paytiramiz. Ko'paytiramiz, 2 ga ko'paytiramiz, chunki ikkita olma bor. Xo'p, qaranglar, hozir mana shu bo'lsa, ikkitasiniki 800 gram. Bitta olmani 2 bo'lakka bo'lsak bo'ladi. Xo'p, ikkita olma 800 gram bo'lsa, yarimta olma necha gram bo'lyapti shunda? Kim javob beradi? 400 gram bo'ladi. 400 gram bo'ladi. 400 gram bo'ladi. Xato. 400 emas. 200 to'ppa-to'g'ri. 200. Chunki 800 gram bo'lsa, har bir olma 400 gramdan bo'lyapti. Biza bitta olmani ham yarmi kerak. Uni ham yarmi desa, yana 2 ga bo'lamiz. Shuning uchun 200. Demak, shunchaki biz 800 ni 4 ga bo'lsak, 200 degan javobni topgan bo'lardik. Davom etamiz. Ikkinchi savolga o'tamiz. Javobga qaraydigan, chatga qaraydigan bo'lsak. D deb javob bergan birinchi o'quvchimiz bu Jaloliddin aka, ikkinchi o'rinda Elbek Xudoyberdiyev, uchinchi o'rinda Ilhomiddinov Sardorbek aka. Tursunboyev Shahboz umuman o'qigani yo'q. To'xtanglar-chi. Tursunboyev Shahboz. Mikrofonni o'chirib qo'yishsa shovqin bo'lib ketyapti. Meni qo'ysiz. Tursunboyev Shahboz o'qiydi. Man o'qimadim. Ustoz, mana Mikrofonlarni o'chiramiz bo'ldi. o'qimadim. Tursunboyev Shahboz dedim. Ustoz, men Qani Shahboz, tayyormisan? Bekzod va Karimning og'irligi. Boshla. Bekzod va Karimning og'irligi birgalikda 95 kilogramm. Karim va Farruxning og'irligi birgalikda 120 kilogramm. Madina, demak Farruh Bekzoddan og'irroq. Sardor, demak Bekzod Farruxdan 25 kilogramm yengil.
Nodir, yuqoridagi ma'lumotlardan faqatgina bir kishining og'irligini aniqlash mumkin. Qayumxo'ja yuqoridagi uch kishining umumiy og'irligi 215 kilogdan yengil. Kimning fikri to'g'ri? Noto'g'ri. Xo'p, savol juda ham zo'r savol. Buni tushunish uchun 2 marta o'qish kerak. Qani, men o'qimadim degan o'quvchilar qani? O'sha o'quvchilari fikr bo'lsa gapiringlar. Men bitta eshitaman. Faqat chatga birinchi yozinglar, ismlaringizni aytaman. Oqila. Bekzod va Karimning umumiy og'irligi 95 kilo ekan. Karim va Farruxning umumiy og'irligi 120 kilogramm ekan. Xo'p. Endi bundan nima xulosa chiqasin? Uchun bni qo'shamiz kga. Qanaqa boya, qanaqa? Ustoz, mana 120 dan ayiramiz 215 dan ayiramiz 95. 215 qayerdan keldi? 215 bni Karim qo'shamiz 2 marta takrorlanyapti mana. Karim u yoqda ham, bu yoqda ham bor. bni qo'shamiz Agar 2ga, kni qo'shamiz fga. nima bo'ladi? Hozir mana shularni qo'shsak nima bo'ladi? 95 bilan 215. 120 ni. Yo 215 keyin kelib chiqadi-ku. 120 ga 95 qo'shsak, to'g'rimi? 215 kilogramm bo'lib chiqadi. Shunda 4 dalasi bo'ladi. Lekin bu yoqda Karim 2 marta qatnashyapti. 2 marta 120 95 ga qo'shamizmi? Xo'p, qo'shdik, lekin matematikada biz faqat qo'shib ayirish bilan shug'ullanmaymiz. Biz qo'shgandan keyin xulosamizni aytishimiz kerak. Xulosa nima? Xulosa mana qo'shdik 215 95 ta ayiramiz. nima bo'ldi? 120 dan 95 ta ayiramiz. Xo'p, ayirdik ham deylik, mayli mana 120 dan 95 ayirdik. 5 11 dan 9 95 ayiramiz. 2 yo'q. 25. 15 bo'lmaymiz, ustoz. 2 to'g'ri ekan, 25. Xo'p, 25 kilogramm bo'ldi. Xo'p, nima degani bu? 25. Yo'q. Bekzodning og'irligi ustoz. Ha? Bekzodning og'irligi. Yo'q, Bekzod og'irlik kelib chiqmadi. Mana shu ayirganda Karim u yoqda ham, bu yoqda ham bor edi. Mana Karim o'zi bilan o'zi yo'q bo'lib ketdi. Bekzodning og'irligi. Xo'p, bolalar bunday qilamiz. Mana 120 dan 95 ayirdik. 25 chiqdi. Shuni ma'nosini so'z bilan gapirib berish kerak endi. Kim gapirib beradi? Qayumxo'ja fikr bildirdi. Bu 120 dan 95 ta ayirganimiz 25 chiqqani Karim nechtasi? Yo'q, ayirganimizda Karim bilan Karim ketdi. Ayirsak ketadi. Qo'shsak ikkita Karim bo'lib qoladi. Ayirganda Karim ketadi. Qani kim javob beradi? 120 dan 95 ayirdik, 25 kilogramm chiqdi. Bu 25 kilogrammga izoh berish kerak. Nima bu? 25 kilogramm. Kim izoh beradi? Aytadi deydi. Emasmi 25 kilogramm Farhod. Farhod yo'q-ku, bizda Farruh bor, Bekzod bor, Karim bor. Farhod yo'q. Farruh emasmi, ustoz Farruh. 25 kilogrammga kim izoh beradi? Nima bu 25 kilogramm? Nimani topdik ayirib? Qani guruhimizda liderlari bor edi-ku, liderlar qani? Ustoz mana aytadi. Jaloliddin, ha. Ustoz, u Karim bilan Farruxning og'irligi 120 kilogramm deyapti. Karim bilan Bekzodniki esa 90 deyapti. Ularning og'irligi orasidagi farqni topdik. Kimlari og'irligi orasidagi farq bo'ldi shu 25 kilogramm?
Karim bilan Farruh va Karim bilan Bekzod orasidagi farq. Karim bir xil bo'lgani uchun Karim hisoblamaymiz. Demak, Farruh Bekzoddan 25 kilogramm og'ir ekan. To'g'rimi? Karim bir xil-ku, u yoqda ham bu yoqda ham bor. Uchagini ham yozdim. Farruh mana shuncha og'ir. Bekzoddan ko'ra. Xo'p, ikkalasini qo'shganimiz 215 kilogramm chiqdi. Buni ta'rifini kim aytadi? 215 kilogramm ma'nosini kim aytadi? Qani, men deb shoshilayotgan o'quvchilarimiz qani? Bemalol aytinglar, hamma jim bo'lib qolgan-ku. Gapirish kerak shu payt. Yomon qilyapti. Og'irligi, siz ko'rsalaringiz Ustoz farq bilan Xo'p, yaxshi. bo'yi qo'shilmaydimi? 120 120 ga 95 qo'shamiz. 120 ga qo'shamiz 95 da. 215 bo'ldi. Lekin 4 kishi deyapsizlar. Bu yoqda 4 kishi emas-da, ikkita Karim yo'q bizada. O'zim 215 ta ayramiz 120 to'ppa-to'g'ri. Xo'p, ha, eshityapman, Elbek. Bekzodda nima chiqib keladi? Og'irligi. Og'irligi. Xo'p, Bekzodni emas, no, ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, Farruh Karim 2 marta hisoblangani uchun Karimni o'zi ayirib tashlashimiz kerak bo'ladi. Biz qanchaligini bilmaymiz, lekin ayirishimiz kerak, bu aniq. Demak, uchalasining og'irligi 215 dan aniq kam chiqadi. Aniq mana uchalasining umumiy og'irligi 215 kilogrammdan yengil degan Qayumxo'ja to'ppa-to'g'ri gapirgan. Xo'p, Farruh og'irligini va uning 25 kilogramm og'irligini biz bildik, Madina ham to'g'ri gapirdi. Uchalasining og'irligi kelib chiqadimi? Xo'p, Bekzod Farruhdan 120 ni aytsak og'irligi chiqadimi? Kelib chiqadimi? to'g'ri. Demak, Sardor ham to'g'ri aytdi mana. Bekzod Farruhdan 25 kilogramm yengil. Demak, bir kishi qoldi. Bitta Nodir, demak, noto'g'ri fikrlagan ekan. Mana Nodirni tejovtaligini bilib oldi. Bolalar, darsimiz tugadi. Hozir men top 3 talik o'quvchimizga aytaman va IQ darsi boshlanishiga start beraman. Xo'p, bolalar qaranglar. Birinchi o'rinda javob beribdi. Birinchi o'rinda Humoyun Hakimov to'g'ri javob beribdi. Ikkinchi o'rinda Mirkomil Shuhratov. Mana Mirkomil bor ekansan-ku, hozirgacha nimaga javob bermading? Mirkomil mana borligini bir marta isbotladi. Jaloliddin 3-o'rinda, demak, Jaloliddin o'quvchimiz ekan. Bo'ldi, bolalar. Qolgan kim desa deb javob bergan bo'lsa, men javobini aytgunimcha javob berganlar aktiv o'quvchilar qatoriga kiritildi. Men hozir uyga isfani taqib qo'yaman. Hamma ishlanmagan misollari uyda ishlaysizlar. O'zi hammasi ishlash kerak. Dushanba hozir kiramiz. Dars bo'ldi-ku. Shunga Hop. dars qilishga Wi-Fi ana o'chib qoldi-da. Shunga dars qilolmay qoldim. Keyin kech tashladi. Wi-Fi ishlamay qoldi. Bolalar, hozir bitta narsani mana yana bir marta tushuntirib o'tay. O'sha hammaga tushuntirgandim, hamma tushunsa ham kerak. Bolalar, bugun mana dars kuni, to'g'rimi? Haftaning tog' kuni, chorshanba. Ertaga dars kuni emas. Bu degani ertaga uyga vazifa kuni. Demak, payshanba kuni davomida, payshanba kuni qachon boshlanadi? Bugun kechqurun 12 dan boshlanadi, ertaga kechqurun 12 gacha. Demak, payshanba kuni uyga vazifa tashlaysizlar. O'shandan keyingi kech qolsangizlar, demak, sizlarga o'sha kuni uyga vazifani tashlaganingiz uchun bonus berilmaydi. Bonusga yozila olmaysizlar. Shuning uchun o'zini vaqtida uyga vazifani tashlasangizlar, uyga vazifa tekshiradigan ustozlarimiz ham savollaringizni tushuntirib berib, uyga vazifadan hammasiga ulguradi. Bo'lmasa ulgura olmay qolsa, yana o'zlaringiz pretenziya qilasizlar, tekshirmayaptilar deb.
Chunki darsdan 1 soat 2 soat oldin tashlab qo'yib tekshirishni kutmanglar. O'rganish fani o'zini kuni bor, darslari o'zini kuni bor. Haftaning to'q kunlari dars, juft kunlari o'rganish fani tashlaymiz. Kelishdikmi? Ustoz, Xo'p, endidan o'rganish fani sayt ustozmasi Behruz ustoz tekshirib beradilar va o'rganish fanidagi barcha savollarni tushuntirishini ham Behruz ustoz qilib beradi. Agar o'shandan keyin tushunmasangizlar, men dars boshlanishida bitta ikkita qiyin misollar bo'lsa birgalikda ko'rib chiqamiz. Men sizlarga uni tushuntirib berib va yangi mavzuni boshlaymiz. Ustoz, Savollar bormi yana? ustoz aytganingiz menga tashlanglar deganingiz, keyin unaqa tashlolmay qoldikda, sizni topolmadim. Ha, bo'ldi. Mana bugundan boshlab bolalar, bugundan boshlab o'rganish fani Behruz ustozga tashlaysizlar. Biza kanalda bir necha marta aytdik, mana yordamchi ustoz 2 deb yozib qo'yilgan. Mana Behruz ustoz, mana shunga yozinglar dedik. Endidan adashishlar bo'lmasin. Behruz ustozga primoy mana tashlayversa faqat o'zini kunida. Bugun kechqurun 12 dan keyin boshlanadi o'rganish fani kuni. Kelishdikmi? Ustoz, bugun qarangda 12 dan keyin uydagilar boshlanadi, shunda necha o'narki, abitda 12 yachadi. Yo'q, kechqurun 24 soat davomida. Mana payshanba, shunday qaraysiz telefonga, payshanba deb yozilgan bo'lsa, demak sizlar hali uyga sifat tashlashga kechikmadingizlar. Juma deb yozilgan bo'lsa, demak o'sha kechikdingizlar. Tushunarlimi? Payshanba kuni davomida tashlashingiz kerak, 24 soat davomida. Yaxshi, juda ham zo'r. Xo'p, bolalar, 15 minutdan keyin 10 minut 15 minutdan keyin IQ dars boshlanadi. Tayyor bo'lib turinglar. Zoom silkasi tashlanadi, yangi silka tashlanadi, yangi havola, o'sha havolaga o'tib IQ darsga qo'shila olasizlar. IQ darsi qisqa qilib aytib o'taman. Birinchi javob bergan odamdan so'raladi, qanday ishlading deb. Agar tushuntirib bera olsa, 10 ming so'm bonus yutib oladi. Agar tushuntirib bera olmasa, ikkinchi javob bergan odamdan tushuntirish so'raladi. Demak, sizlarning ishlaringiz birinchi javob berish va uni tushuntirib ham berish bo'ladi. Tushundingizlarmi? Bo'ldi, kelishdik. Hammaga xayr bolalar, keyingi darslarda ko'rishguncha sog' bo'ling. Xayr, ustoz. Sog' bo'ling.